Ko'pchilik Makkadan qaytgach Ka'bani sog'inish haqida aytardi. Men esa ko'proq sajdadan boshimni ko'targan bir lahzani bir umr sog'inadigan bo'ldim. Umra safarida meni eng ko'p ta'sirlantirgan holatlardan biri birinchi kuniyoq ro'y berdi. Bomdoddan keyin haram ancha siyraklashgandi. Men Ka'baning qarshisiga joylashib namoz boshladim. Sajdaga egildim va boshimni ko'tardim. Ro'paramda Ka'ba turardi. Bir lahza ongim qotib qoldi. Men yillar davomida minglab kilometr uzoqda turib, qibla tomonga yuzlanib namoz o'qidim. Har safar Ka'bani tasavvur qildim. Ammo bu gal tasavvur emasdi. U ro'paramda edi. Uni endi nafaqat ko'zlarim, balki butun qalbim bilan ko'rib turgandim. Atrofdagi odamlar, binolar xiralashgandek bo'ldi. Haramda bir lahza faqat men bilan Allohning uyi bordek edi. So'zlarni unutdim. Ongimda na o'y, na fikr qoldi. Faqat ichimdan yig'i toshardi. Bu tuyg'uni haligacha ta'riflab bera olmayman, lekin har safar o'sha lahzani eslasam, o'sha kungidek hayajon bosadi. Men endi bir umr shu lahzani sog'inaman. Sajdadan boshimni ko'targanimda ro'paramda Ka'ba turardi.